Assalomu alaykum aziz quvvalilar, kanalimiz a'zolari. Quva tumani Raygazdan o'tgandan keyin yo'lda bo'yida 16 sotiklik uyimiz sotiladi. Katta yo'lda bo'yidan uy so'ragan akalarimiz uchun oldin magazin uchun foydalanishga qilib qo'yilgan. Hozir bu tomon sentrdan kelish va bu tomon Sharxon tomonga stansiyaga ketish yo'lidagi ushbu uyimiz sotiladi. Bu yerda ikkita xona magazin uchun qilib qo'yilgan ekan. Chiroyli qilib tunika fonlar, uyda pishgan g'ishta bo'lgan, xudo xolasa to'liq uylar. Mana shu holatdagi uyimiz, uyga kiramiz. Bismillah. Ko'rib turibsizlar, tunika fonda fonni idealni qilib o'zlariga moslab qilishgan. Eshiklari ham akvaplastda bo'lgan. Xonalarini chiroyli qilib remontlarni qilib qo'yishgan. Hozir ko'ramiz. Kirganimizda o'rtada hol tomonda bitta xona ham bor, u ham xona qilsa bo'ladi. Bu mehmonxonamiz, mana ko'rib turibsizlar. Aboylar, pataloylar, xullas konkretni qilib remontlarni qilingan. Uyning ichlariga ham akvaplastlar qo'yilgan. Bu yerda ikkita xona, bitta zal bor ekan. Bu to'g'rimizda yana yangi qurilishlar bor. Mana bu yerda ochiq naves bor, xudo xolasa yozgi oshxona qilib stol-stullar qo'yib o'tirsalaring bo'laveradigan holatda. Xudo xolasa tunika fonlar, akvaplast hammasini idealni qilib qilishgan ekan. Panoramli oynalar qilishib, mana xudo xolasa bu yerda ham mana shu holatda, korobka holatda turibdi. Bu yerda ikkita xona bor ekan. Bu yerda mana zal, xona, sanuzel uchun, hojatxona uchun joylar qilib qo'yishgan ekan. Endi hozir orqa tomonda ham bir ko'ramiz. Bu yerda ham naves qilib yopib qo'yishgan keyingina. Bu yerga ham yozgi oshxonani qilib, u yerga stol-stullar qo'yib qo'ysa bo'ladi. Va orqa tomonimizda огородimiz. Mana ko'rib turibsizlar. Orqa tomonda ham ko'cha bor. Ikkita oilaliklar bemalol bitta o'g'liga u tomondagi ko'chadan joy qilib, bu yerda uy qurib bersa bo'ladi. Tandirlari bor mana. Xudo xolasa uyimiz idealni holatda. Olgan odam maza qilib yashaydi. Bu yerda hozir ichkaridan ham ko'ramiz. Bu yerda hammomi, oshxona qilishgan bitta xona bor. Bu yerda podvallari bor. Bu tomonda xonamizni ham ko'ramiz, hozir ko'rasizlar. Aboylar ham juda chiroyli aboylardan qilingan ekan. Mana o'tirib bemalol issiqqina ekan uylar. Pardalarni qilib, ko'xinli mebel. Bu yerda hammom uchun kirib ketgan joy. Hammom bu yerda hojatxona qilib qo'yilgan ekan o'zlariga, yosh katta odamlarga. Bu yer mana asosan dushi, tahorat xonasi bemalol foydalangan joy ekan mana. Juda chiroyli qilib mehr berilgan ekan anchagina. Endi narigi xonalarni ko'ramiz, ketdik. Bu yerda yana yotoqxona, yana bitta xonamiz mavjud. Ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa aboy xonamiz mana. Spanli xona, bu ham aboy bo'lgan, chiroyli qilib. Va bu yerda xudo xolasa do'konga kirgani joy mana. Do'kon ham keyingina ikkita xonadan mavjud. Ushbu joyimiz sotiladi. Ko'rib turibsizlar, kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Buning narxini $200,000 deyishyapti. Sog' bo'linglar.